inqilob paytida sobiq ittifoq qozi Kalonning uyidan bir vagon oltin olib chiqib ketgan ekan. Agar bir vagon qonun buzilmaganda edi, bir vagon oltin chiqmasdi. Payg'ambar alayhissalotu vassalomning uylaridan hech narsa chiqmadi. Nima uchun? Biror bir qonun buzilmagan edi. Nizom Alloh va Rasuli aytgandek davom etayotgandi. Shuning uchun sahoba-i kiromlar ham o'sha darajani saqladilar. Pok edilar, pok zotlarni tarbiya qildilar. Butun hukmlari dunyoga yoyildi. Shuning uchun olimlar aytadilarki, Alloh taolo Qur'oni Karimning boshqa oyatida aytadi: Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indalloh an taqulu ma la taf'alun. Ey iymon keltirganlar, ey mu'minlar, iymon keltirdimman deysizlar. Xudoga ishonaman deysizlar. Nima uchun qilmagan ishlaringizni qildim deb aytasiz? Nima uchun bajarmagan ishingizni bajardim deb aytasiz? Bilib qo'ying, Alloh nazdidagi eng katta gunoh, eng gunohi azim qilmagan ishini qildim deyishlik, bilganiga amal qilmaslik. Ana bu narsa iqtisodiy inqirozga olib keladi. Halol harom mezoni buzilsa, oq qora chegarasi yo'qolsa, odamlar o'rtasidagi ahdu paymon, va'daga vafo buzilsa, iqtisodiy inqiroz keladi, baraka o'chadi.